zo'r o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizga 3 ta tavsiya. Birinchi tavsiya: har bir darsda o'ziga xos interaktiv metodlardan foydalaning. Bu sizni o'quvchilaringizni darsni qiziqib eshitishlariga sabab bo'ladi. Interaktiv metodlar qiziq bo'lsa, bundan oldingi kontentlarda aynan buterbrod va rasmlar orasidagi bog'liqlik kabi bir qancha metodlarni berib ketganman. Ular sizga foydali bo'ladi. Ikkinchisi, darsingizni strukturasini to'g'ri tuzib oling. To'g'ri tuzilgan dars sizga natijalilikka ta'sir ko'rsatadi. Dars strukturasi borasida keyingi kontentlarimizni kuzatib boring, batafsil ma'lumot beramiz. Va eng muhimi, uchinchisi esa o'quvchilaringiz bilan, ishtirokchilar bilan do'stona munosabatni o'rnating. Bu o'quvchilarni ishonchini paydo qilishiga va darsda faol bo'lib, qo'rqmasdan fikrini bayon etishlariga sabab bo'ladi. Samarali dars va sifatli kurslarni tayyorlashda yana ham foydali ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling.